xotin bo'lish mumkin va bir-biringizga yaqin inson bo'lish mumkin. Aytsam hayron qolasiz, lekin bu ikki munosabat orasida ulkan farq bor. Birinchisida siz majburiyatlarni bajarasiz. Ishlaysiz, kir yuvasiz, ovqat pishirasiz, uy tozalaysiz, bolalarni tarbiyalaysiz va juftingiz oldidagi burchingizni ado etasiz. Ko'pincha tezroq tugatib uyquga yotay degan xayolda. Eringiz ham ishlaydi. Ta'mirlaydi, mix qoqadi, chiroqni almashtiradi, og'ir yuklarni ko'taradi, ro'zg'or xarajatlari uchun pul topadi va jufti oldidagi burchini bajaradi. Ko'pincha hech narsa haqida o'ylamasdan. Yana kredit to'laysiz. Tog'da oilaviy dam olish va ta'tilni rejalashtirasiz. Ta'tilda esa aniqki ko'p oilalarda bir xil holat bo'ladi. Ovqat tayyorlash, bolalarga vaqt ajratish va charchoq va yana charchoq. Xotin hatto bir-biridan ham charchaydi. Shu sabab ularning har biri o'z hayotini, majburiyatlardan tashqari shaxsiy qiziqishlarni topishga urinadi va bu hududga ikkinchisining kirishi man etiladi. Bir-biriga yaqin ikki inson ham xuddi shu ishlar bilan shug'ullanadi. Kir yuvadi, ovqat pishiradi, uyni ta'mirlaydi, bolalarni tarbiyalaydi. Ularning birgina farqi majburiyatlardan tashqari bo'sh vaqtini bir-biriga sarflashidir. Ular xotinlik majburiyatini bajarmaydi, balki muhabbatga limmo-lim qalb bilan yaqinlik qiladi va bunda katta farq bor. Umumiy qiziqishlari ko'p, suhbatlashib to'yishmaydi, har kecha qahva yoki choy damlab, mazza qilib gaplashib o'tirishadi. Hazil-huzullar bilan bir-birlarining ko'ngillarini ko'tarishadi. Ular bir-biri uchun yaralgan. Ularning bir-birlaridan yashiradigan sirlari yo'q. Bir-birlari haqida hammasini bilishadi. Agar bilsangiz, menga yaqin inson kerak deydi har bir ayol.